Assalomu alaykum aziz muxlislar va kanalimiz a'zolari. Mana bugun biza Gerkules Agro jamoasi Navoiy viloyati Arg'unda ko'chat ekish jarayonida biza bu yerda akamiz Rud Gerkules ildiz dorisidan foydalanib ko'chatlarni botirib ekyaptilar. Hozir qisqacha qilganda ikki og'iz intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Rud Gerkules ildiz dorisidan foydalanyapsiz. Shu haqida aytib o'ting muxlislarga. Gerkules Agro, Rud Gerkulesdan foydalandik. Agro texnikasini botirib ekish ko'chatni yerga qurish jarayonida shu bilan foydalandik. Effekti yaxshi. Bundan oldin ham 2 yildan beri ishlatamiz shuni. Effekt zo'r beryapti. Sizlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklarimiz oldinda. Natijalarni yana qo'yib boramiz. Bu yerda 2 gektar issiqxona. Rahmat, sog' bo'linglar.